Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan men Muhammad Gamer. To'g'ri salomlasha olmadik, chunki yozuvda bugungi kunimizning boshlanishini qanday boshlayotganimizni ko'rsatib bormoqchimiz. Bugun har doimgi bugungi kunimizni polniy qilib boramiz. Qiziqarli momentlarni ayniqsa. Bunday bo'lsa mana bir o'zim emasman. Lider David ham bor. Salomlashing. Hozir biz mana ko'rib turganingizdek axlat tashlashga ketyapmiz. Bunday bo'lsa pauza qo'yamiz. Bugungi planingiz nimalarda bor? Lider David. Bugun Lider Davidni muchalish uchun juda ham ko'p ish qilishimiz kerak. Azon, hozir soat necha edi? Примерно 10:30-11 bo'layotgan bo'lsa kerak. Kecha soat 1 gacha uxlamadik, shuning uchun kechroq turdik. Mana bizlar hozir ko'rib turganingizdek axlat tashlab qaytib kelyapmiz Lider Davidni. Sal hayajon bor, shuning uchun unchalik gapira olmaydi Lider David tashqarida. Lekin buni ham yengamiz bugun hisobiga, to'g'rimi? Endi esa biz hozir uyga yo'lga olib va undan keyin bir-ikki ishlarimizni bajarishimiz kerak. Deb esa pauza qo'yamiz. Biz uyga ham kirib oldik. Mana bunday bir so'z biz yana ko'chaga chiqishimiz kerak. Lider David syomka yana pauzadan chiqardik. Davom etmoqda. Biz dasturxon uchun narsa olishga boryapmiz hozir. Nima olishga? Aha. Bunday biz hammasini jarayonni olib chiqishga harakat qilyapmiz. Qiziq jarayonlarni, qiziqarli jarayonlarni faqat olamiz, chunki qiziq emas jarayonlar sizlarga ham qiziq emas. Unday bo'lsa biz videoni davom ettiramiz. Bitta pauza qo'yamiz, chunki yo'l hali birozgina bor, yurish kerak, shuning uchun. Unday bo'lsa bitta pauza qo'yib bering. Soq. Sastayni pauza qilib. Tushayotgan edimda. Mana ollik. Mana endi to'xta, qizil. Tushayotamiz. Yo, hali ana qizil yashilga aylansin. Yashil qizilga aylanmasin demayman. Motivatsiya qilib. Tamam, endi esa istak bo'ladi. Men bilaman-da, ko'nglim chizadi. Yugurib qaraydi. 06 ekan. Davlat kuntere mana qarasang. Video olmoqda. Olinish jarayonida. Mana keyfisini ko'rsating, oldik. Qanotchi. Sous hammasi. Endi esa birozdan so'ng dasturxon taxlash jarayoni bo'ladi. Ularni ham olishga harakat qilamiz. Bar biz ham taxlamasak ham qat'iy yordam beramiz-da. To'g'rimi? Hozir endi esa biz muchalga hamma bilsa kerak, ulish tarqatiladi. O'shani aytib berishimiz kerak hozir biz. Hoppa. Va mana biz qolgan narsani o'zlari tarqatganlar, biz ikkitasini tarqatishga ketyapmiz va hozir qo'limizga faqat syomka qilyapmiz. Endi apparat, mikrofonlarni ham olib chiqamiz. Uyimiz mana uyimdan. Ras. Va keyin esa yana bitta
Kolonka ham olib chiqamiz. Keyin esa ana o'qishga yaxshi ko'raman-da, o'sha qo'shib qo'yamiz. Maktabimda hammadan go'zal eding Ra'no degan qo'shib qo'yamiz. Adena liderlik uchun. Kameramni o'chirmayman chunki basharamga bitta shapot kelib tushishi mumkin. Yuzim olib yuray ana. Kameraga nimadir yozuv bor ekan meni kameramga. Birinchi marta ko'ryapman. Qarang, yozuv bor. Yaxshilab qarasa, uyga ko'rsataman. O'zim birinchi marta aytyapman. Aha. Mana bizning mahallamiz desak ham bo'ladi, yo'limiz. Mana shu videodan keyin qitni tekislasalar. Kimdirlar ko'rib. Yo'lni-da bu qarang. Yo'q. Bilasizmi? Men mayda edimda. Endi esa 4 yoki 3 yil oldin tekislandi bizning mahallamiz yo'li. Undan oldin tosh, qum shunaqangi nima edi? Plus tarafi nima edi aytaymi? Yomg'ir yog'ardi-ku, yo'lga shunaqangi suv bo'lardi. Ko'p yurib emasdi. O'sha payt maktab bormasdim-da. Loy emas, yana loyning ustidan ham suv voshib battar bo'lib ketardi. Plus tarafi maktab bormasdim. Ana endi yomg'ir yog'adim, dul yog'adim, qor yog'adim, maktab boraman baribir. 29-maktabga yoqib bergan paytimda-da. Assalomu alaykum. 31-maktabga Güzellikler. hozir biz birinchi u yoqqa borishimiz kerak. To'g'ri. Keyin esa biz ham uyga borib, Şöyle okut koyunlar. naqsh ushlab, mang. Buni ushlang, siz ham ushlang. Hali bu qiziqarli emas bo'layotgan bo'lishi mumkin. Hali darrov videoni o'chirishga harakat qilmanglar, chunki hali biz yanada yaxshiroq syomka jarayoni bor. Uyning ichida uje hali mehmonlar kelgandan keyin upindishtin bo'ladi. Ну, endi upindishtin degani, ya'ni kolonkaga biron xil muzika qo'yamiz. Davik, o'yin yoshkamsiz? O'yin yoshidami? Yo'q, biz o'yin yoshidan boshlagan. YouTube'da video olishni. Men esa 4 yil kattaman davlatdan, demak 13-14 yoshimga boshlaganman video olishni. Undan oldin ham kanallarimiz bo'lmagan emas. Lider Davikning roli bitta davay. Jitel edi. Men esa igroq edim. Jitel bilan kompotga havas qilib, kompotda video olishga harakat qilardik. Hozir ham yaxshi ko'ramiz. Men o'zimga shaxsan ayta olamanki, YouTube'ga kirib kelishimga sabab bo'lgan bloger bu Vlad H4. O'shanga havas qilib ko'proq YouTube'ga kirganman. Lider Davik sizgachi? Ha, butun bloger bo'yicha. Ha? Bilmasam, oppa. Farqi yo'q deydi, ikkalasi ham barkatli. Короче, endi esa biz ikkinchisini berishga ketdik. Bittagina pamiyatimizga joy yetmay qoldi. Uqdirgan esa hozir buvim kelsalar, buvim telefonlaridan olaman. 128 talik shuni ko'proq yetadi. Va mana bu shakshaya bitgan like bosib qo'yinglar. Like bosinglar deyapti. Va obuna ham dedi. 3-4 marta men oladi. Obuna, like, podpiska. Kekay. Mikkini o'rnini bosa olmaydi. Mushuklar bor edi. YouTube'da o'sha bizdan 25 mingta prosmotr yig'ib berdi. So'nggi kunlarda Hammasi bo'lib bir 40-50 mingtadan ko'p prosmotr yig'ildi. Agar hamma videosini qo'shdi. Anchagina obunachi ham keltirdi, anchagina kommentariya, anchagina odamning ko'ngliga quvonch bag'ishladi, kayfiyatini ko'tardi. Va vafot etdi. Qo'limizdan kelgan barcha narsani qildik. Oxirgi paytlar shu uchun ham video ola olmay qoldim. Faqat doktorga yetdik. Yana yetmagandik. Doktorlar unchalik Buxoroga biz yashaymiz, unchalik professional doktor yo'q. Mushuklar bo'yicha nima Toshkentga
juda ham ko'p. O'zim ko'raman, operatsiyalar qiladi har xil. Ular juda ham professionalni, lekin Buxoroga topolmadik. Hayvonga endi O'zbekistonga hayvonga ko'p kishi ham mehr bag'ishlamaydi. Ko'p kishiga yo'qmaydi hayvonlar. Shunday. Ana o'zimizning qo'shnimiz bor. Tepa qavatlarda yashaydi. Aniq joyini aytmayman. Mabodo ko'rib qolinsa, mushuklarni, endi esa bizani uyimizning yoniga bitta mushuk yuriydi. Qorniga bolasi bor. Videoda ko'radi. Yomon emas. Sabzrang. Ha, faqat ovqat so'rab keladi. Ovqat o'shana eshiklarga yuriydi, ovqat oladi. Lekin o'sha bizning tepang qavatda yashaydigan qo'shnimiz uni tepib haydaydi. Qorniga yana bachasi bor. Tepadi. Bachasi может o'lishi mumkin, o'ylamaydi yoki o'ziga biror narsa bo'lishi mumkin. Yoki masalan pishit deb yoki bironta qo'rqitib haydasa bo'ladi, lekin ayniqsa tepish kerak. Shuna asabim chiqib ketadi. Lekin gapira olmayman, chunki birinchidan ular katta, ikkinchidan mushuk maniki emas. Mushuklar bormi? Tepalarda o'ynayman. Nimaga? Yo'qmaydi shuni. Gapirishim kerak, gapiramayman lekin. Endi katta kishida ular baribir. Yosh bo'lsa shunaqa odamlarga respekt emas, unrespect. Chunki mushuk ham jonzot. Alloh yaratgan bitta jonzotlardan biri. Ishlamaydi u. Abera yashil yondimi, qizil yondimi farqi yo'q. Katta yo'l emas. Mashinalar yo'q hamda, mana ko'rishlaringiz mumkin. Umuman u tarafga ham bitta ikkitagina mashina bor. Hamma bayram kayfiyatida o'zining ishi bilan ovora. Biz esa syomka bilan ovora. Mana bu mening mahallam. Qarab 16 yildan beri 16 yoshga kirdim. 16 yildan beri mana bachchalar varag o'ynaydi. O'shalarning simini o'tarib ketgan, simi emas. Bunaqa nimasi bo'ladi-ku, ipi. 16 yildan beri shu yerda yashayman. Liderda viklar boshqa joyga ham yashagan, keyin ko'chib kelganlar. Biz rostdan ham xeshmiz, lekin bir-birimizni umuman bilmaganmiz. Chunki anchagina uzoqroqqa bo'lganlar kam ko'rishganmiz. Kam emas, umuman ko'rishmaganmiz. Qarab, chunki liderda qishloqqa bo'lgan ko'pincha, lekin Yazlan bilan, dadang bilan ko'p ko'rishganmiz biz. Sanni ko'rishimdan oldin siz. Ha. Unday bo'lsa hozir birinchi men o'zimning uyimga kiraman. Hadizni syomka qilishni istamayman. Unday bo'lsa bitta pauza. Pishaga aytdik, hozir ham qorniga bachasi bor. Yomon emas, shunchaki bizni orqamizda biridan ko'rishasiz, chaqirmasak ham. Ke. Son. Mana hozir biz endi uydagilar ovqat berishadi. Biz esa ketishimiz kerak. O'tinishni. Eshik yopib qo'ying. Yo'q, qattiq yopmayapman, hozir beralak ovqat. Kutib turadi, aqlli juda ham. Ketdik. Сейчас bak. Geçiyor. Sizin o zaten uydakiler bakması uçurlar yaxshi ko'rishadi, shu uchun unga unchalik nima qilmaymiz. Ey, bu dik sezmayman-da. O'zi bitta fazla yaping. Kolonkacha taxtiji. Voy xudoga. Mana bir panellik hamma ushlarni. Mana endi esa uyga ketdik biz. Syomkani ajoyibsiz qiling endi bir safar. Cholish bilmaysiz. Lider tabii ham doiraga borgan bir safar. Chida olmasdan qaytib kelgan. Ha, izza, So'g'bek. Singlim yoniga keluvdik. Paq etib yiqilsa lekin. Bu o'zim birinchi marta ishlab olgan pulimdan. Birinchi marta shuni oldim. Bu bilan
perforatorim bor. Nishon oldim, diraylam. Gapsta ishtiladimi? Yo'q, simini olmaganman, simi yo'q. Yo, mana sumkani obzor qilamizmi? Nimalar bor ekan? Hech narsa yo'q. Maktabga ham qarib shu holatda boraman. Mikrofon, zaradchik, kamerani ushlash uchun moslar, kashilok, nima, shunaqa narsalar. Mayda-chuydachalar. Bunday bo'lsa hozir bitta pauzaga qo'yib olamiz. Bularni hammasini bilaman men. Ertaga aylanishga chiqqan paytimizga olib beraman. Hozir bir gala ish bor uyga ham. O'shalarni qilish kerak. Yangicha gazni uy usulimi? Kim bilsa kommentariyga yozib ketsin. Men shaxsan bilmayman. Tandirga o'xshaydi, lekin tandir emas. Aytobman, kusimi yo'q. Qirtirganmisiz? Uyga uzganman o'zim. Pichoq bilan kesib. Anaqa qittigina xirracha eshitiladigan bo'ldi, o'zim taqlayman deb kessam, taqla bilmadim. Bering. Davlat avazim. Boshim. Biladi-ku, shunday. Tamam. Biz kiramiz. Videoni o'chiraman. Pauzaga qo'yaman. Videoda ish qilish jarayoni. Ish juda ham ko'p bugun deb. Bugungi kunimiz syomka, ham ish, hammasi birga bo'libdi. Hozir magazinga borib, quruq salfetka olishimiz kerak. Ertangi kunga Buxoroning eng mashhur, eng qadimiy joylaridan biriga aylanishga boramiz. Moshin. Nagli borish shart emas moshinning yuziga. Aytsangiz o'zi ham uradi. Va ertangi kunimiz aylanish bilan o'zi ertangi kunimizga yangi kontent degan nima qo'ydim va post tashladim. O'shani ko'p kishi belgilagan ekan, o'shanga video olmoqchi edim, lekin bo'lmadi. Chunki ertaga hamma bilan birga aylanishga chiqishimiz kerak. Shuning uchun olmayapsiz. O'lsak ham bir harakat qilamiz. Mana charchamasak olamiz. Endi ertaga juda ham ko'p yuramiz, aylanamiz. Yo'q, bu yo'qni. 1 soat, 2 soat, 3 soatgacha bo'lib o'zi o'sha ertaga aylanayotgan paytimizga ham video olamiz. Buxoro, endi ayrimlar Buxoroga kelmagan, ayrimlar Buxorolik emas. Lekin kelgan bo'lsa ham eslatish uchun jam qilamiz. Bunday bo'lsa magazinga keldik. Magazinning atrofi yana oxunakam ko'cha ekanda. Chamanda gul. Hoppa, mana hamma narsa boshlandi. Mana lider Daviddan hozir mikrofonlarga o'tdik, hammamiz gapirishingiz mumkin mikrofonda. Hozir iloji boricha asta-yana syomka qilishga harakat qilyapmiz, lekin sal ko'p odamligi uchun qila olmayapmiz. Bunday bo'lsa pauzaga qo'yamiz. Syomka qilishga urinib qilolmadik, chunki odamlar bor. Ayrimlar xohlaydi videoga chiqishni, ayrimlar xohlamaydi. Shuning uchun hozircha syomka qilmayapmiz. Mana bolalar u yoqdan bu yoqqa o'ynab yurishibdi. Mehribon. Ali gulgula deb tashlangiz. Mana bolalar hamma xursand. Ana yana bitta. Obuna bo'lib qo'ying, unday bo'lsa. Bizlar pauza. Ana lider David bilan keldik, borib. Oppa, mana lider David bilan biz borib keldik. Tezda bunchalik sovg'alar, shopping qilib berishdi. Yo'q, birinchi yo'q, qiziqroq. Bu qiziqlar oxirgi esin bu. kommentariy yozasizlar. Keyin ochaman. 1 2 3 4
5. Mana Bu qarang rangini. Sarakanosha. Nimagadir Sanakanoshka dedi, Butsi demadi. Butsi emas bu Sarakanosha. Yo'q, o'sha Butsi xohlamadi-yu, buni xohladi. Bilmadim nimaga. Butsi bo'lmadi. Hmm. Keyin men o'rataman, o'ratalarga butsi zarur emas. Ikkinchisi eng qiziqarlisi. Hamma blokda aylanaligidan, uni qaranglar chiroyligini, sifatiga vashshi gap yo'q. Uni davlat ko'tarib biladimi ekan, bilmadim. Ben mana ko'tardim. Va bitta oting boshimga. Jaysimka mana dehqonimiz xursand. Yaxshi. Hamma joy. Xalas bering. Unday bo'lsa, biza hozir kecha chiqishga qildik, bir ovqatlanib olamiz, keyin tashqariga go. Baland qilib qo'yilmagan. Ana, obunachilar, biz o'zimizcha futbol o'ynamoqchi bo'lib polyaga bordik. Polya zaynat ekan va tushkun bo'lib qaytib kelamiz. Bir nimaga o'sha yana bitta video ham olmoqchi edik qo'shib. Lekin afsuski o'xshamadi. Ertaga albatta harakat qilamiz agar aylanishga chiqmasak aytganimizdek. Chiqsak yaxshimi, chiqmasakmi? Chiqsa yaxshi. Yana bitta kontent bo'lardi, lekin bitta minus taraf futbol haqidagi edi. Yangi kunda bir kitob topdilar.